Assalomu alaykum. Centrum Holidays kompaniyasining ashaddiy muxlislari. Mana bugun biz Vodiyda yagona bo'lgan Marg'ilondagi filialiga yetib kelganmiz. Xo'p, chegirmalar e'lon qilingan ekan. Shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz, Nizomiddin hoji aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xo'p, bizda hozirgi kunda Centrum Holidays ashaddiy obunachilariga va bizni obunachilarimizga, vatandoshlarimizga, xo'p, bizni musofirdan kuzatib turgan obunachilarimizga noyabr va dekabr oyida chegirmalarni e'lon qildik. Xudo xolasa shu videoda oxirigacha ko'rsalaring, bu chegirmali narxlarni ham sizlarga e'lon qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, qayerlardan bor? Qaysi shaharlardan bor? Xo'p, bizda hozirgi kunda noyabr oyiga va dekabr oylariga Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan reyslarimiz bor. Hozir bizda noyabr oylarimizga ham chegirma e'lon qilganmiz. Bu chegirmalarimiz Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangandan e'lon qilinadi. Xudo xolasa siz aziz obunachilarga narx-navolari ma'qul keladi degan umiddamiz. Xo'p, shu haqida batafsil bir ma'lumot bersangiz. Xo'p, hozirgi kunda bizga noyabr oyiga Namangandan Primoy Madina reyslari bor, Farg'onadan Madina reyslari bor, Farg'ona Jidda reyslari bor. Xo'p, Toshkentdan ham Toshkent Jidda hamda Toshkent Madina reyslarimiz bor. Xo'p, bularda sizlarda ko'p kutilmagan holatlarda bularda narxlarni aytib o'tib ketamiz. Xo'p, Toshkentdan esa 12 ta viloyatga $900 e'lon qilamiz. Toshkent Madina hamda Toshkent Jidda reyslarimiz bor. $900. Xo'p, Farg'ona, Andijon, Namangandan esa xo'p, noyabr oyiga oy oxirigacha reyslarimiz bor, haftada 2 marta. Bularning narxlari esa, Vodiyda narxlari esa $950 dan deb e'lon qilamiz. Bemalol telefon qilib, o'z joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi. O'tgan safargi standart paketi bu, hech qanaqa o'zgartirish albatta, yo'q, hech qanaqa narx nimasida o'zgartirish yo'q paketida. O'sha narx faqat biletlarimiz narxi tushganligi hisobiga biz yurtdoshlarimizga narxni arzonlashtirib, chegirmali narxda bitta to'lovning ichida hammasi o'sha joy-joyida turibdi. Madinadagi masofa, Makkadagi masofalarimiz, Ravza masalasini ham ozgina qisqacha bir tushuntirib o'tib ketsangiz. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, Madinadagi gastinisalarimiz oraliq masofasi 150-200 metrda joylashgan bo'ladi. Xo'p, Ravza masalalari bo'lsa, biz tasrihlarimizni mana ziyoratchilarimiz borishlaridan oldin tayyor qilib qo'yamiz. Xudo xolasa borishlariga Ravza masalarini ko'rib chiqqanmiz. Xudo xolasa bundan oldin ham, bundan keyin ham inshaalloh Allohning izni bilan muammo bo'lmaydi. Hammalari 100% kirib chiqishyapti. Xo'p, Makkada esa gastinisalarimiz oraliq masofalari 1,5 kilometrda joylashgan bo'ladi. 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Albatta bizning umra safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. O'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madinada esa 2 mahal, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, xudo xolasa, juda zo'r yangilik qilsalar. Xo'p, yana nima bonuslaringiz ham bormi? Xurmo bog'ida oshlar, shunaqa narsalarni eshitdim. Bular haqida ham qisqacha gapirib ketsangiz. Albatta, to'g'ri savol berdingiz. Xo'p, bizda ziyoratgohlarimiz ham bor. Xo'p, Madinada Xurmo bog'i, Qur'on bosma xolasi, Qiblatayn, Uhud tog'lari, xo'p, yana bir qancha ziyoratgohlarimiz bor. Xurmolarimizda pikniklarimizgacha bemalol misol uchun tortiq qilamiz, xudo xolasa, oshlar taqdim qilamiz. Xurmo bog'larida tashkillashtirganmiz. Xo'p, Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz, uni qo'shimchasiga Toyif shahriga ham ziyoratlarni amalga oshiramiz. Hurmatli yurtdoshlar, bizda 14 kunlik umra safarimizda aeroportdan 50 boshlarimiz tayinlangan. 14 kun umra ziyoratida billa ham ibodatingizda, ziyoratingizda ham boshqa bir sayohatlaringizda ham 50 boshlarimiz birgalikda hamda qaytishlaringda ham birgalikda qaytib kelishadi. 14 kun mobaynida 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi, xudo xolasa. Nizomiddin hoji aka, pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdimi? Albatta, pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Men o'zim javob beraman. Xo'p, musofirdan kuzatayotgan, qo'shni davlatlardan kuzatayotganlar bo'lsa, 12 ta viloyatdan bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizga shu Telegram, WhatsApp orqali onlayn ham xizmat ko'rsatamiz. Bu degani bizga Zagram pasportlaringni taqdim qilasizlar. Bemalol o'zlaringga yoqqan joylarda, sanalarda bron qilgan holatda to'lovlarni amalga oshirib, bemalol o'sha kunga aeroportda ko'rishib, yana qolganini o'sha nimada to'lovlarni amalga oshirsa ham bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p, bizga bemalol murojaat qilinglar. 24 soat xizmatda bo'ladi telefonlarimiz. Centrum Holidays ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat bo'ladi. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.